Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'yinlarni mod qilish, zoom qilishni o'rganamiz. Qaysi o'yinni masalan mod qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib o'sha o'yinni tanlab olamiz. Buning uchun bizga Artemis degan programma kerak bo'ladi. Mana bu Artemis Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan yuklab olsanglar bo'ladi. PKG fayl bo'ladi. Ustanovkasini bilasizlar, xudo xolasa. Mana bu yerda chiqib keladi PKG fayli. Shu yerdan ustanovka qilasizlar. Главный ekranda Artemis paydo bo'ladi. Xo'sh, Artemisga kiramiz. O'yinni tanlab olganimizdan keyin, masalan, men GTA 5 ni zoom qilmoqchiman. Ikkinchisini tanlaymiz. Cheatda X knopkasini bosamiz tanlash uchun. Uchburchakni bossak, PlayStation'imizning ichidagi o'yinlar chiqib keladi. Uzlovi bor shu o'yinlar. Masalan, menda Blur bor, Dead Island bor, GTA 5 bor. GTA 5 ni mana uzlov qilish uchun tanlab oldim. X knopkasini bosib chiqamiz, hammasini yoqaman. Agar bir marta kirib uzlov bilan o'ynab keyin chiqib ketamiz desanglar, mana shuna XX qilib o'ni bossanglar bo'ladi. Agar bir marta o'ynab boshqa o'yinga o'tadigan bo'lsanglar demoqchiman. Agar kirib chiqsanglar ham yana boshqatdan Artemisga kirib yoqmasligi uchun to'rt burchak knopkani bosib chiqasizlar. To'rt burchak knopkani bosib chiqsanglar, masalan, o'yinda o'ynadinglar, keyin yana boshqa o'yin o'ynamoqchi bo'ldinglar, chiqib ketdinglar, uzlovsiz boshqa o'yinni o'ynadinglar. Yana masalan deylik, GTA 5 ga qaytdinglar, yana uzlov bilan yana davom ettiraman deb desanglar, masalan, Artemisga kirib yana mana bu ishlarni qilmaslik uchun mana shuna qilib qo'yasizlar. Constant yozib qo'yganini tanlab chiqasizlar, shuna qilib qo'yasizlar. Biz hozir bir martalik bo'lgani uchun men o'yinni tanlab qo'yaman. Dumaloq knopkani bosamiz, nazar. Start gameni bosamiz, X. Bizani главный ekranga jo'natadi, qaytib. Bu yerdan tanlab olamiz, boyagi tanlagan o'yinimizga kiramiz. Artemis Start mana o'ng tarafda mana shu yozuv chiqsa, bu mana shu o'yin uchun mod ishga tushishga tayyor degan aniqani bildiradi. Kutib turamiz, o'yinga kirib oladi. O'yinga kirib olgandan keyin joystickdagi PlayStation'ning emblemasi bordagi knopkani bosamiz. O'chirib yoqiladigan knopka bor. Bosib 5-10 sekund kutib turamiz. Keyin shu turgan holatida Select is Start knopkalarini baravar bir marta bosamiz. Bo'ldi, tepadan yozuv chiqdi. Artemis ishga tushishni boshladi. Endi bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Masalan, joni, bombalar, masalan, оружие beskонечный bo'ladi. Misol mana ko'ryapsizlar, quvlamaydi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bizani ko'rishni davom etinglar. Podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Xudo xolisa yana bundan ham qiziqroq videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.